Yana bu assalomu alaykum aziz obunachilar. Xo'p, siz nima choy ichasiz? Ko'plar savol beradi. Shifobaxsh choy ichaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu maqtash uchun emas. Xo'p. Buni koritsa deydi, dolchin. Yurak kasal, qonlarda aylanishi, trombozlarni yo'qotish. Buni yurakni yana eng yaxshi ko'rgan narsasidan biri mana buni kardamon deydi. Indiyskiy kardamon. Buni o'rtoqlar zafaron deydi. Zafaron 1 kilosi $6,000 dan $10,000gacha turadi. Eng tozalari Afg'oniston, Eronda bo'ladi, hozir Turkiyada bo'ladi va Jizzaxda, O'zbekistonda ham hozir yetishtiryapti zafaronni. Va keyin maxsus 2 xil choy aralashmasi va albatta qalampir munchoq. Gvazdika, qalampir munchoq. 4 dona kardamonni tashlaymiz. 4-5 dona. 7-8 dona qalampir munchoq. Dolchindan sindirib olamiz. Zafaronni shunday 5-6 tolasini olasiz, sochdek tolasi. Yurak, qon tomir, asab kasalliklariga. Juda ham Ibn Sino kitobida ko'p uchragan zafaron. Endi maxsus choyimizdan kechalari mehmon qilaman.